Ruxsatingiz bilan hayolimizga keltirib ko'rishimiz mumkin bo'lgan eng qo'rqinchli holat haqida so'zlasam. Alloh taolo qarshisida tik turar ekanmiz. Nima bo'libki, o'zimizga berilgan va farzandlarimiz qalbiga osonlik bilan jo qila olishimiz mumkin bo'lgan la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh ne'matini ularga singdira olmaganimizni tan olishimizga to'g'ri keladi. Chunki boshqa ishlar bilan juda ham mashg'ul edik. Shunchalar mashg'ul edikki, 2-3 avloddan keyin la ilaha illalloh deydigan birorta davomchimiz qolmadi. Biz buning uchun Alloh oldida javob berishimizga to'g'ri keladi. Muddat o'tishi bilan qalblari qotib qolgan, ko'plari fosiq bo'lganlar. Hadid surasi 16-oyat. Mana sizlar bilan nima haqida gaplashmoqchiman. Bu haqiqiy xavfdir. O'zingiz yoki oilangizda hech qachon bu hol yuz bermaydi deb o'ylamang. Agar kimdir oilasi bu kabi xatardan xoli deb o'ylashi mumkin bo'lganida, bu shubhasiz Ibrohim alayhissalom bo'lar edilar. Ular men o'z farzandlarimni risoladagidek tarbiya qildim deyishlari mumkin edi. Aslida ham shunday edi. Ularning farzandlari Allohga shu qadar itoatkor edilarki, otalari ularni qurbon qilmoqchi bo'lganlarda, "Otajon, siz buyurilganidek qiling. Agar Alloh sizga meni qurbon qilishni buyurgan bo'lsa, shunday qiling. Hech qisi yo'q. Axir bu Alloh uchun-ku" deya Allohga itoat qilishdi. Ismoil alayhissalom boshlarini toshga qo'ydilar. Siz bu voqeaning davomini yaxshi bilasiz. Ibrohim alayhissalomdek zot o'z farzandlari to'g'risida shunchalar qayg'urardilarki, Allohga iltijo qildilar. Meni va bolalarimni tog'utga sig'inishimizdan chetda qilgin. Ibrohim surasi 35-36 oyatlar. Men bu so'zlarni eshitganimda hayratda qoldim. Ular meni va mening avlodimni demadilar. Yo'q, balki meni va mening bolalarimni deb aytdilar. Agar ular mening avlodimni deganlarda, buning ma'nosi mening nevaralarim, evaralarim, chevaralarim bo'lardi. Birinchi navbatda ular o'zlari va farzandlari uchun qayg'urar edilar. Hatto islomni qabul qilganlardan keyin ham ular: "Ya Alloh, biz hozir musulmon ekanimiz bizni xatolardan xoli qilmaydi. Faqat sening yordaming bilangina biz to'g'ri yo'lda qolishimiz mumkin. Bizni tog'utga sig'inishimizdan chetda qilgin. Ey Robbim, albatta u sanamlar odamlardan ko'pini adashtirdilar" deb iltijo qilar edilar. Bu holat Ibrohim surasining 35-36 oyatlarida ham keladi. Men ushbu iltijoni eshitganimda hayratdan yoqa ushladim. Bu Ibrohim alayhissalom o'z o'g'illari bilan qurgan uydir. Vaqt o'tib Ibrohim alayhissalom gullab yashnayotgan, barcha Allohga ibodat qilayotgan shahar Makkaga qaytdilar. Lekin baribir ular uning kelajagidan xavotirlanib, "Ey Alloh, meni va mening bolalarimni tog'utlarga sig'inishimdan chetda qilgin" dedilar. Endi bolalarimiz haqida, islom bu qalbdan his qilinishi lozim bo'lgan din ekanligi haqida so'zlasam. Islom shunchaki turli diniy marosim va yig'inlar o'tkazish, juma kunlari masjidga borishgina emas. Bular yetarli bo'la olmaydi. Ehtimol aytayotganlarim sizni xafa qilar. Hech qisi yo'q, chidayman. Lekin xafa bo'lish o'rniga biz o'zimiz, o'z oilamiz uchun nimadir qilishimiz kerak. Bu bizning muammoimiz. Ikkilanishlardan qiynalayotgan, Allohning kitobidan ko'ra video o'yinlarga ko'proq qiziqadigan har bir bola bizning mag'lubiyatimiz. Bu bizning aybimiz. Shu bilan birga tog'ut nima ekanligini tushunib olsak. O'z vaqtida Ibrohim alayhissalom odamlar tog'utga, ya'ni but sanamlarga sig'inishidan xavotirda edilar. Hozir biz bundan uncha qo'rqmasak ham bo'ladi. Bizda but sanamlar yo'q. Biz farzandlarimiz to'g'ri ma'noda tog'utlarga sig'inib ketishlaridan qo'rqmaymiz, lekin tushunib olmog'imiz kerakki, har bir avlod o'zining o'ziga xos bo'lgan tog'utlariga egadir. Har bir davrning o'z tog'utlari bor. Bugungi kundagi tog'ut bu siz har doim o'ylaydigan, umidlaringizni bog'lagan va sig'inadigan narsangizdir. Bu sizning qalbingizda Allohning o'rnini egallagan narsadir. Mana shu tog'utdir. Hozirgi kunda texnologiyalar osonlik bilan tog'ut bo'la oladi. Bugun pul osongina tog'utga aylanishi mumkin. Chunki odamlar eng ko'p o'ylaydigan narsa bu yo pul, yo tashqi ko'rinish, yo qanaqadir gadjet. Ilgarilari insonlar haj qila olmaganlari uchun yig'lagan bo'lsalar, hozir odamlar iPhone 10 yo'qligi uchun yig'layaptilar.
Kimlardir oxirgi video o'yinlari yo'qligi yoki PlayStation 3 larni PlayStation 4 ga almashtira olmaganlari uchun ruhiy tushkunlikka mubtalo bo'lyapti.